O'zimizni o'zbekcha mol go'shtli somsa bilan karis qaynonam tayyorlagan soyevый sousda marinovka qilingan bodringni birgalikda yeb ko'ramiz. Qani mos tusharmikin? Koreyada shunaqa bodringlarni soyevый sousda marinovka qilingan trup, bodring shunaqa narsalarni pasta yokida yog'li narsalar bilan yesa zo'r ketadi. Menimcha somsa bilan ham yesa maza ketsa kerak. Qani bismillah. Somsa malol. So'l ketar ekan. Bu bodring retseptini profilimga qo'yganman, bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham oson. Va oson. Keyin buning ichiga bodring, piyoz, qalampir, chesnok novdasi shuni qo'shsanglar bo'ladi. Maza ketadi. Ichida go'shtlar yana ozroq ko'proq bo'lganda yaxshi bo'lardi. Juda kam solar ekan baydagilar.